soliq bo'yicha mutaxassisman, 17 yillik mutaxassisman. O'zimda ChatGPTga har zaman savol beraman. Misol uchun mutaxassis bo'lib savol bersangiz, men soliq bo'yicha savol beraman, javob olaman. 2 marta guvoh bo'ldim. Misol uchun nogironlik bor, fuqarolarning soliqdan qanaqa imtiyozi bor. Men bu narsani o'rganib bilaman, soliq kodeksining qaysi moddasida bor. ChatGPT aslida 780-moddada imtiyoz bo'lsa, u 375 deyapti. Kechirasiz, noto'g'ri javob berdingiz degandan keyin to'g'rilab berdingiz. Bu ikkinchi marta. Men shu narsaga keldim, o'zimga bir kes paydo bo'ldi. Agar siz qaysidir sohaga mutaxassis bo'lib savol bersangiz, javobini tekshirib ko'ring. Ana shundagina sizga foyda bo'ladi. Talabasiz bir yo'nalishda mutaxassis emassiz. Javob oldingiz buni tekshirib ko'ring. Kamiga 2 ta o'qishda ma'noda. Men aytmoqchi bo'lganim yoshlarga ChatGPTga mutaxassis bo'lib kelib va mutaxassis sifatida savol javob qilsangiz sizga foyda bo'ladi. Aks holda noto'g'ri javob bor ekan.